Aka 14400 ga barakam xudo xolasa. 14400 mi? 14400. Sal oshirmaymizmi? Yo'q, bo'ladigani shuda endi. Keling endi shunga beravering. Bo'ladimi? Kraskasi toza. Kraskasi toza. 2023. 23. 12000 yurgan. 12000 yurgan. Benzinda. Benzinda faqat mana shu mana bu yerda. Qani qayt. Mana shu shlaka bilan shilib o'rganman. Mana shu bampermi? Mana keling ko'rsatib oling. Stopi ham sinmagan. Mana shu. Kichkina. Xo'p, 2023-yilda ishlab chiqarilgan LS Tracker kutayotgan akalarimiz uchun 12000 km masofani bosib o'tgan ekan. Egalari bilan 14400 dollarga sizlar uchun baraka qildim. Qolmaysizlar, videoga like bosinglar-da. Srochniy Tracker olaman degan do'stingizga shu videoda shuni tashlab qo'yinglar. Chunki juda ham arzon narxda qo'ydik, xudo xolasa. Aka, rozisizlar, xudo xolasa? Bo'ldi. Saloni bilan sizlarni tanishtiramiz. LS pozitsiyasida mana ko'rishingiz mumkin. 12379 km yurgan ekan. Monitor hammasi bor ekan. Mana ichida ko'ring. Monitorlargacha hammasi bor ekan. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Bitta mana shu bamperida mana ko'rasizlar, hech qanday ichiga kirib ketmagan. Mana 4 ta 5 ta joy mana. Ko'rdinglarmi? Qolgan joyi xudo xolasa qalbingiz kabi top-toza ekan. To'g'ri aytdimmi aka? To'ppa-to'p. Generalniy davengizni ham beraveramiz, xudo xolasa. Beramiz. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Tushunadigan insonga borku, xizmat qilsa arziydi-da. Hali bir xil keladi, "G'uva bermayman generalniga" deydi-da. Mensa turadi, to'g'rimi? Videoga like bosinglar-da, srochniy narxda bosib olinglar. Egalarning telefon raqamlarini Telegram kanalimizga qo'yib qo'yamiz. Telegram kanalimizda ham kuniga 5 tadan 10 tagacha mashina qo'yib yuboramiz. Bosinglar.